Eron 15-iyun kuni maxsus amaliyot doirasida Isroilning qiruvchi samolyotlari uchun yonilg'i ishlab chiqaradigan zavodlari va elektr ta'minoti markazlariga hujum qildi, deya xabar tarqatdi Eron Islom inqilobiy qo'riqchilari korpusi. Qayd etilishicha, agar Isroil hujumi davom etsa, Eron qurolli kuchlarining amaliyoti yanada keskin va keng ko'lamli bo'ladi. Bundan tashqari, mahalliy matbuot Eron Isroilning Hayfa shahriga zarba berish uchun kamida bitta gipertovushli raketadan foydalanganini ma'lum qildi. Emat Qadr va Khaybar Shaken rusumli o'rta masofaga mo'ljallangan ballistik raketalardan ham foydalanilgan. Eron qo'llagan raketalar o'ta vayronkor kuchga ega, jangovar kallaklar bilan jihozlangan. Yaqin Sharqdagi vaziyat keskinlashishi bilan neft narxi bir barrel uchun $200-300 gacha ko'tarilishi mumkin. Bu haqda Iroq tashqi ishlar vaziri Husayn nemis hamkasbi Vadiful bilan telefon orqali muloqoti chog'ida aytib o'tdi. Mulozimning fikricha, natijada Yevropa davlatlarida inflyatsiya kuchayadi, Iroq kabi ishlab chiqaruvchi mamlakatlar uchun neft eksporti jarayoni murakkablashadi.